Ana Najmagam to'yni qo'yaman, o'tda hamma bo'lgan. Ha, ergash o'tir o'zingna. Asliga qo'yib berib chiqib ketaman, mollarga qarashim kerak. Qo'y. Voy dadajon, sizmi? Amaqim qattiq uchardi o'sha paytlarda. Ergash, bu joy o'tqiz var. Voy qarang, sarpa xo'linglar. Qizli uya. Ha, oshxonanglar ham buzilib ketdi. Yo'q, samandar uylatirganmiz u. Pochchani opam, qop-qora habash bo'lgan. Yerga o'tirsizchi? Yo, hozir ketaman, mollarga qaragan. O'sha baytiracha xizmat qilgan ekanmiz. Yosh bo'lganmiz-da. Qarang, yuzimizni qarang. Opa, qochim sovxozda ishlagan bo'lsalar ham stolni zo'r qilgan ekansizlar. Voy opa, paxta gulli pilalaringizni qarang. Hammasi sinib ketdi. Oyi, qarang, o'shanda ham matbubi bolalar bilan chiqqan ekan, bez. Menga o'xshatgan-a? Mayli, Aziz. Kim edi bu? Matlub opani o'g'illari ko'p. To'g'risi ham de, kelillari ham shunaqa. Mayli, mana o'tira qoling. To'xtang, adasi. Mana, ketdim. Ya, bog'ing qani? Balandroq qil, achcho'la. Nima deysiz? Ha? Voy, onamni qaranglar. Voy, anu hakim pammi? Bunchalik ro'mol olgan ekanlar. O'ynashlardi. Men ketdim. Ya, assalomu alaykum. Ya, Sobir aka keldilar. Tut xola. Voy, nega yig'laysiringlar-ku? Yosh bo'lgan ekanlar o'sha payt. Adasi, qarang, valsga chiqamiz. Adasi. Arza qilamiz. Ey Taqib aka, turing ketdi. Shu ko'rmaymizmi? Ergash qo'yib. O'sha bolaga tegasan dedimmi? Tegasan. Gap tamom. Chiq endi, futbolim boshlandi. Alo, Qattasiz. futbol keldim hozir. Yuravering shunaqa futbol o'ynab. Manadan boshqasiga beraveryaptilar. Tez kelib gaplashing. Hozir boraman, bo'ldi. Bolalar 1 soatda kelaman, bo'pti. Ulurmagan, qandilar hozir kirib gaplashaman. Oshxonadalar. Nima maqta? Forma Trinovkadan kelyapman. Yoping buni. Jinskiga olay kirtgayni. Adam real fanatilar jinimiz barsa haqida gapirib o'tirmang. Umrimni yana mana yeyapsiz. Oy, real yana yutqizibdi. Burada jim hozir. Hey, qabul olsa ket. Bunga yurga klub kelyapti. Ket, jonga tegding. Uf, qabul olsa jonimga tegding. So'ng seni yuvib bordingmi? Vaqtimizga kurtib olar ekan. 80 bozni yo'lda qutqaryapti, bori. Uf, umrimni yana mana yeyapsiz. Assalomu alaykum, kirsam bo'ladimi? Sen kimsan endi? Kir. Nima kelding? Biza qizingiz bilan bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Uyat bo'lsa ham aytaman, qizingizni menga bering. Qachonali? Uyimiz sovuqlik qilyaptimi, to'y bola? Yo, issiq ekan. Kutganda yechimda. Hozir tushuntirib beraman sizga. Hey, iflos. Dagularga o'xshamayman. Senga beradigan qizim yo'q. To'xtayni. Barsachi bo'lsam nima qilibdi? Mana shu bitta futbol qizingiz baxtidan ustunmi? Menga ishoning, qizingizni baxtli qilaman. To'g'ri aytasan. Birollaringni yaxshi ko'rsalaring, men nima ham deyman, roziman.
Rahmat Begzod aka. Nima kiyib olding bu formani o'zi? Futboldan kelyotgandim. Kakros, alamdan chiqqich o'ylamoqchiman. Joy bormi menga ham? Bor joy, yuring xolasiz. Ha, baloman, men kiyimlar yig'ishtirib boraman. Xo'p bo'ladi. Yalanga yo'q, lakasa tashab qo'y. Cho'ta qolib ketdilar-mi? Begzod aka, kelib qoldingizmi? Yo'q, kutib qolmadingizmi? Mana qurimayapti-da, shortigimni quritib olay. Mana sumkalar, soqollar, kiyimlar, hamma narsa tayyor. Men shortig vaqt o'lyapti-da, mana shortig jonga tegdi men shortinglar, qurimayapti. Yo'q, bilaman aytganimni qilsa bo'ladi-ku, necha kun chovradim-a men senga. Kemamda o'chib ovozingni, tavba qil, qancha ximikatdan shu yaxshi bilasanmi? Ona eshittiring, to'xtang. Men mas kasal navarish. Ishlarsa qiling, senga ham davo bo'ladi. Kelin shamollashlardan yuqqani bo'ladi. Olib keling ham davolani. Balki kerak emas Siroyjon, doktorga bora qolaylik. Uyga borib kasal qilishni bilasiz-a, endi kelgan olib keling ham davolani. O'zichi siz shamollaganingiz uchun bolaga yuqtirib olasiz. Oching. Yo'q, oching. Ishlarsa bo'lmaydi. Oyi, xotinimni o'ldirib qo'yasiz hozir. Xotin shuni bo'lmay qolsa, tiryokxonaga qo'zim bilaman. Doktor qilasanlar menga, bolaga qarash, mendan o'rganlar. Ota-boboy qilgan ishni qilmaysanlar. Mana Abdujabbor amaqing tog'dan toza salab kelgan. Hozir bitta yedirsam o'zi yaxshi bo'lib qoladi. Ey jonim bolam, och og'zingni. Ha, o'zi qo'y yog'idan zo'r yo'q. Qani og'zingizni ochingchi, toy bola, sal bola. Bolaga nazar tekkan. O'zlaringni kimdan kiradi birinchi bo'lib. Men aytganman senga qarama yaqindan deb. Ana kimdan? Voy navaramga o'zim 4 soat qaynatgan chuvalchang sho'rvamdan beraman. Qani, qani samolyot kerak. Aniq odam edimi buni? Yegan. Qani o'tirchi o'g'lim og'zingni. Esingdan yegan. Och. Yut og'zingdan. Yut dedim men senga. Yut. Yema, chayna. Ana, ko'rdingizmi? Buncha yig'latding. Tegin alishtirishim kerak. Ha, borani olib borayimga. Yo'qlamanda, kut qizarib ketgan. Ojon urishallar. Keling, olib kelmasizmi? Ha, bolani ketini qizartirguncha o'shingizni betingiz qizarsa bo'lmasmi-da? Necha marta aytganman men sizga. Elaro baby premium tagiklarini ishlating deb. Namlikni o'tkazib bormaydi. Umuman allergiya bermasa, ilingiz haqi kerakmi sizga yana, ha? Opajon. Xo'p deb bilganingizdan qolmaysiz har doim. Yo'q-ku. Oyi, prosta yo'taluvdim. Suv bo'lib ketdi. Yana bir pas terlasak, hamma kasallik chiqib ketadi. Ojon, o'lib qolmaylarmi? Erli toks. Bitta sizda yer bor ekan-da, nafasingiz shamol uchirsin. Mendan bir ko'proq o'zingiz undan 5 battar bo'ladi. Bir marta tabriklasangiz, u joyingiz kamayib qoladimi? Qo'y, meni qiynamagin. Hatto bu video tashab qo'ying, siz tabriklasangiz xursand bo'ladilar. Assalomu alaykum oyijon, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, dunyo turguncha turing. Mayli, xo'p. Bo'ldimi, o'rningni sana? Ketidan serdechka tashab qo'ying. Serdishiga nima bor ekan? Nima stikerlarim bor edi. Nimani o'ylab tashing? Qatta ko'rgansan, ku qaynonasiga serdishga tashagan, tomi ketgan. Qizingizdan deb yozib qo'yasiz tagiga. Kim neobычный qilib tabriklaylik? Qanaqa? Nimani bekityapsizman-da? Jinnimisan, nimani bekitaman? Mana tayyor. Oppa. Original tabriklash bu. Deysiz kimsiz Ulug' aka? Serdechka tashing. Qarab, borib tabriklab kela qolsak bo'lmaydi, oilani xursand bo'lib qoladilar. Serdechka tashing. Mana, bo'ldimi, qutuldimmi? Yo'q, nima bor serdechkaning ichida? Bosing. Bosing domma. Tushunmadim. Bular nima qilyapsizda? Senga tashagani. Menga shu paytgacha hech narsa tashamagansiz. O'zi o'rtog'im bilan prikollashib turamiz o'shanga. Ikkita o'g'il bola? Kim yosh bola qilyapsiz? Qaysiz qirqga tashagansiz? Men buni qarang ko'pligini. Voy sharmanda. Voy betay. Bu ishoning.
O'g'lim Mirbayni rafiqasi. Ishoning qizim. Bular Ranvirni ota-onasi. Qizim, ularga choy ber. Men to'ydan oldin sizlarga bir gapni aytmoqchiman. Har bir insonning o'z o'tmishi bo'ladi. Men o'g'lim Ranvirning o'tmishi haqida gapirmoqchiman. Hayotida sodir bo'lib o'tgan voqealar haqida sizlardan yashirishni istamayman. O'g'lim oldin bir marta oila qurgan. Ajrashamiz. Hop yoshlar, hozir yangi qonun chiqqan. Ajrashish uchun ajrim to'yini qilish kerak. To'y? Ha, mana bu qog'ozda hammasi yozib qo'yilgan. Shuni qilib kelasizlar. Siz joydamisiz o'zi? Ajrashish uchun ham shuncha to'xtadan o'tamizmi? Mana ham bekorchilik aytmayapman. To'ydan oldin kelin dalinasi bo'lmagan. Kuyov sochlarida oq yo'q edi, yuzida ajin yo'q edi. Hozir hammasini tuzatib sog'lom bo'lib kelasizda. Assalomu alaykum xudoqola. Achinga o'xshamaydi. Bunaqa qonun bo'lmaganda ostonangizga qadam bosmasdik. Voy, kelinglar, kiringlar, bizani ham ko'zimiz uchib turgani yo'q. Ko'p gapirmay tog'oralarimni tezroq bo'shating, past qudidan qutuling. Voy, siz hamchi kartochka somsadan nariga o'tmagan. Qani pulini tez olib chiqib qo'ying. Pulimizni olib uni ertaga xudolar xalq Okey, men sizga taklifnomam buni tortgan paytda kelin kuyov bir-biriga yaqinlashishni emas, uzoqlashishni so'radim. Keyinchi bir-biridan teskari qarab tursin bular. Ha, aka biz bilmaymiz-da. Bunaqa zakas bizga birinchi marta tushishi. Mashina tezlashtiraylik, jiyan. Xo'p bo'ladi, aka, xo'p. Men menga nima deysiz? Kiyadigan sari men qattan bilaman. Shuningizda qorasi bor? Qora? Hamma to'yda oq kiyadi-yu. Bizaniki ajrim to'yi. Bormi, yo'qmi? Yo'q. Bitdim sizga. Tez tanli qo'yib talabdan beri qora ko'yni qidirib yuribmiz. To'rtta video, ikkita merz gaplashganman. Nima o'zi ikkita? Alohida yurishimiz kerak ekan. Yaxshi bo'ldi, basharasini ko'rgiman kelmayotdi. Demang qara, uni o'zing gaplashaverasizlar. Voy, nikohingni o'z xalqi berganman. U yoqqa meni aralashtirmay iltimos. Bollarni yig'ib nimadir qilib berlaring. Neyse qilgan hammasi. Qo'lingni ola. Ajralishdik bugün bemalol barchasini hazilga yo'ydik. Izzat Shukurov kelish kerak emasmidi? Uni ajrashish haqida ashlasi yo'q ekan-a, qara. Boriga shukur qilgan hommi? Aka, rasmdan tezlashtiraylik, rasmiyatchilik mashina qildi o'zi. Yaxshi, hamma aytilgan narsalar qilib kelibsizlar. Endi bitta to'yxona gaplashasizlar. Dang'illama to'y qilib yashashasizlar. Dang'illama to'y? Ke xotin shuncha rasxo'z, shuncha ovoragarchilik yashab qo'ya qolaylik. Men ham shuni o'ylayotgandim, adasi. O'zi nima urishdi? Kiyimim dazmol qilmaysan, telefonimni tutasa, hamma narsa kech qilasan, kerak emas menga. Voy, siz taqalgan deb tasiz. Nima telefoningizni tutmasligim kerak? Men xotin. Hay. O'zi ajrasasanlarmi yo'q yirtmasingmi? Hozir. Oqim.
Ha, Ulug'bek xolos tushmasdan chiqib olding. Tushmasdan demaydi, qichqirmasdan deyiladi. Ha, nima gap? Xullas aka, men kampirga totdim. Ha, pulni qancha olding? Zachiladan, yo'lkalardan, ovqatdan orttirgan pullarimni oldim. Ha, menga nima qilyapti kaptiriydi? Mabodo chiqmasa. Ayya, men ular bilan ishlaganlar. O'zi davirda men chiqminglar, mabodo chiqmasa, men sira kiraman, bo'pti. Aralashtirma Ulug'bek. O yili chaqirib tez borarkansan. Seriyozmi? Ha? Hozirga o'ylab qo'y, keyin boraman. Vaqtim ko'p ketmasin. Voy kichkina, ozgina vaqting qolibdi, qo'shtirasanmi? Aka, paranjina yurmasangizchi, chap tarafda sher yig'ing mana deb turing. Och o'zim o'ynayman, sirpam bo'tda. Mana. Aralashma dedi. Voy, aka, ketayotgan bo'lsangiz kompyuterda o'ynab qo'ysam bo'ladimi? O'ynayver, bo'pti. Rahmat. Voy, Ulug'bek. Hozir. Oyantni qichimlar kelyaptilar. Nima qidirlar, o'zi yaqinda keldim-ku. Tashqariga chiqib ko'rdingmi o'zi? Voy! Qorong'i ketdi-yu. Voy, oyimmi? Ko'zingni siydigiroq qisma menga. Uvillaysan. Kechiring oyim. Kechirim so'rashsa oldin o'ylash kerak edi. Ana, adinam keldilar. Ya, dasi bunizga tarbiya berasizmi yo'qmi? Men aytganimni qilmaydi, qachon qarasa, ko'chaga chiqib ketadi, joni. Annangni sana turishinglar. Remen qani? Olib kelaqqa. Rahmat. Jon, mana bitta savol qiyin edi-da. Sizda shuncha uy, pul, mashina qayerdan? Bu savolga shu paytgacha hech kimga javob bermaganman. Mayli, sen yeta qolaman. Rostdan. Mana. Qani? Mana boyliklarim. Shunda siz beda sotasizmi? Jongina. Oddiy beda emas. Beda press. Qanaqasiga? Marhamat. Bular meni ongsiz, miyasi yo'q lashkarlarim. Bular ertalabdan kechgacha kommentariyalarga kirib olib, beda press sotamiz, beda press olamiz deb yozib o'tirishadi. Bularni orzu havasi, karyera qilish maqsadi yo'qmi? Maqsad? Jangchilarim, nima yengilinglar? Men o'sha beda press deb ibratli videolarga yozishga o'tdim. Mani beda press kommentim 3000 ta yig'di. Men beda pressga gif yasab qo'ydim. Endi maza qilishlatamiz. Bundan oldin nima ish qilgansiz? Xo'p. Bularchi, Nexi 2 narxini sun'iy ko'targanlar. Xo'jayin, beda press temasi ozgina sovuvyapti. Nimadir topish kerak. Menga qara, shu paytgacha kallang ishlatganmisan? Yo'q. Bo'ldi. Hozir odamlar barchalik kommentariyalar yozishadi. Shu yerdan topib qolaverasan. Menga qaranglar. Bo'ldi deyin. Xolasiz boshqa material ham bor. Yo'q, o'z zo'rg'a topdim-ku, bir haftaga olaman aniq. Siz jinniroqmisiz? Nima uyimgacha kuzatib kelyapsiz? Men sizni yaxshi ko'rib qoldim, tanishmoqchiman. Tirishingni qara, sen borib tengingni topgin, tushundingmi? To'xta, gapim tugamadi hali. Ikkinchi tegmagin menga. O'rtingni oldingmi? Bu Slishkin boyi qizi. Bizadekalik o'ralmaydi bu.
qarab tur, baboriyman. Pul zakaz qilmoqchi edim. Salom, siz meni tanimaysiz, lekin sizni ko'nglingizni olish uchun hamma narsaga tayyorman. Agar ruxsat bersangiz, bugun sizni uchrashuvga taklif qilmoqchiman. Rozi bo'lsangiz shu nomerga "Ha, roziman" deb yozib yuboring. Kimligingizni bilmayman-ku, lekin qiz bolani kuttirish yaxshi emas. Endi kutmaysan, endi qidirasan meni. Aldangan qiz